Tak, assalomu alaykum hammaga. Bugun 1-sentyabr 2025-yil. İşlarimiz davom etadi. Bu tarafda mashinamiz keldi. Gak minivan X5 mashinamizni bamperini plyonkaasini yechib, kriloni plyonkasini zamen qilib berdik. Bamperini kraska qildik boshqatdan, chunki ancha og'ir holatga kelib qolgan edi buni bamperi. Bamper sveji kraska qilinganligi uchun kamida 2 hafta yurish kerak mashina. 10 kun plus minus buyog'i. Biz 2 hafta aytdik klientga. Mashinamiz tayyor, xudo xolasa klientimiz olib ketadi buni. Bitta bizga kelgan mashinamiz BMW X3 2025 mashinasi. Xudo xolasa bu mashinamizni ham polniy zona riskini murdasini bron qilib beramiz. Endi boshlaymiz. Bu mashinamizni ham atak neskilga detallar, qanchadir detallarni yechib tayyorlab qo'yganmiz. Xudo xolasa qilib beramiz bu mashinani ham. Bu tomondagi mashinamizni olib qo'yganmiz, Liet'da. Bu mashinani adashmasam 1 yoki yarim yil oldin plyonka qilib bergandik. Bu mashinamiz ham oldi bamperda plyonkasi ozgina shalangan joyi bor edi. Plyonkasini просто zamen qilib beryapmiz. Hatta kraskasi toza turibdi mashinani. Ko'rishingiz mumkin. Hech qanday kraska o'chgan yoki bo'lmasam kraskaga zarar shikast etgan joyi yo'q. Da. Mashina Checheniyadan kelgan. Chechenistonda mashinasi. 95 region. Shunaqa yapar bizda. Gak mashinamiz o'z qabul qilyapti. Bu mashinani mo'ykadan keyin полностью проверка qilamiz, mashinani tekshirib, tsarapinasi o'ta tsarapinalarni olamiz. Agar myatinasi bo'ladigan bo'lsa, PDR ishlarini, xizmatlarini ko'rsatib, shoyi qilib mashinamizni полный full bron plyonka qilib beramiz, xudo xolasa. Hozir klient hali bir tanlagan yo'q. Yo satinmi bo'ladi yoki bo'lmasa просто glyansiy qilamiz bu mashinani o'zini. Xromlarda tonirovka qilingan. Ya'ni zatonirovanный deydi. Oddiy xromdan emas. Ko'rgan bo'lsanglar, sal boshqacharoq turibdi. Qoraytirilgan xrom. Zavod holati bu. Bu yerda GLS 2025 mashinasini olib qo'yganmiz. 2025-yilda chiqqan Restani mashina. Xudo xolasa mashinaga detailing moyka, polirovka keramik ishlari qilish uchun olib qoldik bu mashinani. Bu tarafda mashinamiz detailing moykaga Jetavr mashinasi. Bu tarafda moyka ishlari ketyapti. Ko'rib turganlarga shunaqa ozgina va qisqacha videolar. Qisqa video. Bitta dubl bilan oldim lekin. Tak, klientskiy zonani ham ko'rsatib qo'yaman bir qator. YouTube uchun birinchi marta bunaqa video olishim. Tak. Bu joy bizda mini barimiz bor. Stanit позже. Kontsert. Можно нарисовать честно, жизнь каждый горим и гаснем, никто не знает. Evet, yangi xizmatlarni yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Mashinani poylariga mana bunaqa material mягкий. Bunaqa va kojali polik xizmatlari bor. Kratexdan parfumeriya nomerlari bor. Mana ko'rganlaringizdek 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo. Shunaqa. Bitta xolodilnik ishlayapti. Vыбор ozu, lekin yo'qdan ko'ra.
Bu yerda kofe mashinkasi turadi bizda. Bu ham bir balo. Yoqib turib, yoqib qo'ysak. Suv qo'yib turib, ko'rib turganlaringizda keramika qilingan tomoni, bu tomoni keramika qilinmagan. Gidrofob umuman yo'q. Shunaqa. Oynasi просто проверка uchun. Bu yerda shunaqa kompyuter, kassa apparat, terminal ikkita, kofe mashina bor bu yerda, mikrovolnovka. Bu tarafda biz parfyumeriyalarimiz Kratex bilan birga ishlaymiz biz. Kratex kimya, parfyumeriya, keramika antidoshlarni ishlatamiz. Shunaqa mini barcha, mini bar, iklenskiy zona, shunaqa desa ham bo'ladi. Bu taraf hojatxonasi. Yoqishmadi. Bu esa men. Shunaqa. Bu yoq ham sklad. Shunaqa har xil narsalar turadi. Bitta ko'ramiz. Shunaqa gaplar. Bizda ishlar qizg'in ketyapti. Sekin. Bu yerda razdivalkamiz bor. Ozgina bardak, endi razdivalkaga chiroyli ham bo'lmasa kerak. Bu yerda kotellarimiz bor. Qishda полный zdaniyani отопленияsi. Bu yerda ikkinchi etajimizda ham sklad xorsa bo'laradi. Atak unchalik qiziq joyi yo'q ko'rsatgani. Bu tomon bo'ladigan bo'lsa, bu tomon ofis bet, chap qo'lidagi. Я не берусь в конкретику в пленке, но мне все... Это кухня. Bu kuxnya asosan shu kichik ovqatlanmaydi. Kim ovqatlangan istasa, sushilka mashinasi, xolodilnikimiz bombosh. Boiler, Ariston. Tuvalet, kirmosh ishlayapti. Dushlarimiz bor. Shunaqa. Bu taraf sukhoy boks. Asosan paydirovka, shumizolyatsiya bilan shug'ullanamiz bu yerda biz. Juda skучныйroq joy lekin. Shunaqa gaplar.